Assalamu aleyküm. Hürmetli aziz yurttaşlar. Benim kabunacılarım var mısınlar, aman mısınlar? Varınızga şükrana silerinin. Hazır men sizlerge Xorazm Yangi Bozor Qalanda Durman qishlog'idan chiqqan yosh san'atkor Hofuz shuning o'zining repertuaridan o'zi yozgan she'r. Masalan, o'zi yozgan she'r kuyini ham o'zi bestalagan, o'zi ijro qiladi Inoyat Karimov. Bilesizler hürmetli yurttaşlar, bu Xorazm diyarı hafızlar yurtu, ulamalar yurtu bu. Bu yerden köplep hafızlar, Kamilcan Ataniyazov, Bamurad Hemdemov, Atacan Huda Şükürov, Almakan Hayit ve Artık Atacanov, Rahmetcan Kurbanov, büyük hafızlar ötke bu yurttan, büyük hafızlar yurtu bu. Yani şulardan izdaşı, bana Inoyat Karimov, Yangi Bozor Qalanda Durman qishlog'idan o'zi yozgan she'r, kuyini ham o'zi bestalagan, o'zi ijro qiladi. Hurmatli yurtdoshlar, hozir men shu qo'shiqni sizlarga taqdim qilaman. Bu qo'shiqni premyera sifatida qabul qilasizlar. Keyin kommentariyda takliflaringizni yozib qoldirasizlar. Masalan, geçen her bir san'atkorga, her bir ulamaga bir kupletdan she'r qilib yazılıp bu koşuk kılıp aytıladi Xudo xolasa. 4 kuplet, 4 qator Kamiljon Ataniyazovga bağışlanadi, 4 qator Bamurad Hamdamovga ve başka büyük ustazlarımızga, keyin ulamalarga 4 qator bir kuplet kılıp bu koşuk Xudo xolasa yarım saatlik kılıp yaratıladi Xudo xolasa. Lekin hazır bu başlanışı bu koşuktu. She'rni Inoyat Karimov shaxsan o'zi yozgan, musiqasini shaxsan Inoyat Karimov o'zi bestalagan hamda Inoyat Karimovning o'zi ushbu qo'shiqni ijro qiladi. Hozir men sizlarga taqdim qilaman. Keyin takliflaringiz bo'lsa, mulohazalariniz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa Inoyat Karimov shunga qarab turib, shu qo'shiqni yarim soatlik qilib tayyorlaydi sizlarga. Keyin men buni qaytadan taqdim qilaman Xudo xolasa, hurmatli yurtdoshlar. Kalbinde mihir gatyan Ahvan Mahmud ya eller etken Celaluddin kalbinde mihir gatyan Bu yılda kanca dahalar ötken Nini dahalar ni yurtu Xorazm Xorazm, yelim Xorazm, yurtim Xorazm